Assalomu alaykum Muzaffar TV kanalining obunachilari, aka-ukalar, do'stlar. Stakan ishqibozlari. Yaxshimisizlar, sog'lom yuribsizlarmi? Mana shu bu videoyimizdan qo'yishdan maqsad mana shu ekranda ko'rinayotgan ikkita makon, Pepil, Tulak, bir Tulak. Makonlardan bir Tulak bo'lgan. Agar kelishib qolsak, sotiladi obunachilar. Ishqiboziga beramiz, ishonchli. Faqat boqish kerak bo'lgani. Yaxshilab tarbiya qilib o'ynasa ham bo'ladi xo'rozni. Hamma joyi butun, qadag'i yo'q. Ko'zi butun. Qanotlari butun. Makonlarga keladigan bo'lsak, makonlar tuxumda obunachilar. Ikkita makon ham tuxumda. Kelishsak, uchalasini ham bitta joyda tasavvur qilib bilaman. Obunachilar. Mana obunachilar. Faqat videoga bee'tibor bo'lmaymiz. Videoni oxirigacha ko'ramiz, like'larni bosamiz, do'stlarga podpisa qilamiz. Bizni obuna bo'lmay ko'rayotganlarga iltimos qilib qolamiz, obuna bo'lib ko'rishingizni iltimos qilamiz. Chunki yaxshi videolar qo'yib boriladi, bo'lsa inshaalloh sotiladigan zotlar, makonlar, xo'rozlar, jo'jalar qo'yib boriladi obunachilar. Ishqiboziga beramiz obunachilar. Bemalol aloqa chiqaverasizlar. Muzaffar TV YouTube kanalining adminiman. Ekranda nomer qo'yib o'taman. Bemalol ekrandagi nomerlarga bog'lanib hamma ma'lumotlarni bilib olaverasizlar obunachilar. Mana makonlar soppa-sog' 2026-yil 7-yanvar obunachilar. 7-yanvar 2026-yil. Mana ishqiboziga beramiz obunachilar. Bo'lmasam keyingi videolarda ko'rishguncha sog' bo'ling, salomat bo'ling, o'zingizni yaxshi boqing, omon bo'ling.